Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun ayniqsa dolzarb. Aprel oyida e'tiborsiz qoldirmasligingiz kerak bo'lgan 5 ta narsa bor. Chunki ular sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi va qo'shimcha pullar olish imkoniyatini beradi. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va hech narsani o'tkazib yubormang. Bu ma'lumotlar shunchaki tavsiya emas, balki pul yo'qotmaslik uchun amalga oshirilishi shart bo'lgan harakatlardir. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Chunki har bir bandning o'ziga xos jihatlari bor. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot boshqalarga ham yetib boradi. Muammoning mohiyati avvallari hamma narsa ancha oddiyroq edi. Nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar ko'pincha markazlashgan tartibda avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqilar. Fuqarolarning jiddiy aralashuvisiz amalga oshirilardi. O'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar televideniye yoki gazetalar orqali e'lon qilinar. Xolos. Ko'pincha nafaqaxo'rlar shunchaki kutishar va pensiya miqdori o'zgarganini pensiya kartasiga tushgan puldan bilib olishardi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgargan. Ijtimoiy himoya tizimi tobora murakkablashib bormoqda. U ko'proq shaxsiy holatlarni hisobga oladi va ba'zi turdagi to'lovlarni olish uchun nafaqaxo'rning shaxsan o'zi murojaat qilishi talab etiladi. Bu o'zgarishlar bir tomondan ko'proq adolatli va manzilli yordam ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolardan ko'proq hushyorlik va faollikni talab qiladi. Hukumat dasturlari va qonunchilik tez-tez yangilanib turadi. Yangi imtiyozlar joriy etiladi. Ammo ularni olish uchun ba'zan belgilangan muddatlarda tegishli hujjatlarni taqdim etish zarur bo'ladi. Aynan shu sababli passiv kutish endi yetarli emas. Siz o'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanish uchun kerakli choralarni ko'rishingiz shart. Bir nafaqalarni qayta hisoblash va indeksatsiyalar uchun ma'lumotlarni yangilash. Siz bilasizki, nafaqalar inflyatsiya sur'atlari va tirikchilik minimum darajasiga qarab muntazam ravishda indeksatsiyalanadi. Ba'zan bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo ayrim hollarda ayniqsa qo'shimcha imtiyozlar yoki maxsus toifalar uchun sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki hatto ariza yozish talab etilishi mumkin. Aprel oyi bu borada juda muhim. Chunki ko'plab yangi me'yorlar aynan shu oyda kuchga kiradi va agar sizning ma'lumotlaringiz eski bo'lsa, siz ko'paytirilgan nafaqa mahrum bo'lishingiz mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar, ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va rasman ishlashni davom ettirsangiz, sizning ish stajingiz va topgan daromadingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan pensiya jamg'armasi sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda oladi, ammo bu har doim ham shunday emas. Agar siz aprel oyida ish joyingiz o'zgargan bo'lsa yoki daromadingiz sezilarli darajada oshgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishingiz maqsadga muvofiq. Aks holda sizning pensiyangiz yangi, yuqoriroq hisob-kitob asosida qayta ko'rib chiqilmasligi mumkin. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, agar sizning nogironlik guruhingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa yoki nogironlik muddati tugagan bo'lib, uni qayta tasdiqlagan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz kerak. Nogironlik nafaqasi miqdori ko'pincha guruhga bog'liq bo'ladi va o'zgarishlar sizga yuqoriroq to'lovlarni olish imkonini berishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilar. Agar oila a'zolarining tarkibida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, farzand voyaga yetgan yoki o'qishni boshlagan, tugatgan bo'lsa, bu ham nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz ishsiz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz so'nggi paytlarda o'zgarmagan bo'lsa, avtomatik indeksatsiya orqali pensiyangizning oshishi ehtimoli yuqori. Biroq hatto bunday holda ham pensiya jamg'armasi saytida yoki mahalliy bo'limida pensiyangiz holatini tekshirish ortiqcha bo'lmaydi. Misol, Olmaota shahrida yashovchi 72 yoshli Mustafa bobo 5 yil oldin nafaqaga chiqqan. Nafaqaga chiqqanidan so'ng u qisman ishlashni davom ettirdi va so'nggi 6 oy ichida uning oylik maoshi erta bahorda kuchga kirgan qonuniy o'zgarishlar tufayli 5 ming so'mga oshdi. Bu o'zgarish Mustafa boboning pensiya jamg'armasiga qilgan badallarining miqdoriga ham ta'sir qildi. Agar Mustafa bobo aprel oyida o'zining ish stajiga oid ma'lumotlarni
va oylik daromaddagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, uning pensiyasi eski ma'lumotlar asosida hisoblab chiqilaveradi. Natijada u har oyda taxminan 1 ming so'mga ko'proq olishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'ladi. Agar u o'z ma'lumotlarini aprel oyida yangilasa, qayta hisoblash may oyidan boshlanadi va u yangi oshirilgan pensiya miqdorini oladi. 2. Ijtimoiy yordamning yangi turlar uchun arizalar hukumat va mahalliy hokimiyat organlari muntazam ravishda nafaqaxo'rlarga qaratilgan yangi ijtimoiy dasturlarni joriy etadi. Bular kam ta'minlangan oilalarga yordam, uy-joy kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar, tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiyalar yoki maxsus ijtimoiy kartalar bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu dasturlar cheklangan muddatga ega bo'ladi va ulardan foydalanish uchun aprel oyida ariza topshirish kerak. Agar siz bunday imkoniyatni o'tkazib yuborsangiz, keyingi dasturlar boshlanishini bir necha oy yoki hatto bir yil kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Asosan iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan nafaqaxo'rlar, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar. Agar sizning umumiy daromadingiz pensiya va boshqa manbalardan belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lsa, yolg'iz nafaqaxo'rlar, ko'pincha yolg'iz yashayotgan keksa fuqarolar maxsus yordam dasturlariga kiritiladi. Keksalar oilasida nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lsa, agar nafaqaxo'r oilasida nogironligi bo'lgan bolalar yoki voyaga yetgan shaxslar bo'lsa, ular qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Surunkali kasalliklarga chalinganlar tibbiy xarajatlar uchun kompensatsiya olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning moddiy ahvolingiz barqaror bo'lsa va siz ilgari bunday yordamga muhtoj bo'lmagan bo'lsangiz, ehtimol bu dasturlar sizga tegishli emas. Ammo yangi dasturlar doirasi kengayishi mumkinligini inobatga olgan holda mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish yoki ma'lumot olish zarur. Misol, Toshkentda yashovchi 68 yoshli Zuhra aya uzoq yillar xizmat ko'rsatgan hamshira o'zi yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi uy-joy kommunal xizmatlarining oylik xarajatlarini zo'rg'a qoplaydi. Aprel oyida e'lon qilingan yangi dasturga ko'ra, kam ta'minlangan yolg'iz nafaqaxo'rlarga uy-joy kommunal xizmatlari uchun 200 ming so'm miqdorida har oylik subsidiya ajratish ko'zda tutilgan. Bu dasturga murojaat qilish muddati 15 aprelgacha deb belgilangan. Agar Zuhra aya bu imkoniyatdan xabardor bo'lmasa va ariza topshirmasa, u har oyda sezilarli miqdordagi puldan mahrum bo'ladi. Agar u o'z vaqtida murojaat qilsa, may oyidan boshlab uning kommunal to'lovlari uchun 200 ming so'm kompensatsiya ajratiladi. Bu uning byudjetiga ancha yengillik beradi. 30. Oilaviy ahvol yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni yangilash, ba'zi nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar sizning oilaviy ahvolingizga yoki yashash joyingizga bog'liq bo'ladi. Masalan, agar sizning qaramog'ingizda oila a'zolari bo'lsa, voyaga yetmagan bolalar, talabalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, sizga qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Yashash joyingizni o'zgartirish ham ba'zi to'lovlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Chunki ayrim imtiyozlar hududiy xususiyatlarga ega bo'ladi. Aprel oyi ayniqsa yangi o'quv yili arafasida va talabalarning o'qishini tasdiqlash uchun muhim sanaladi. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Qaramog'ida bolalar yoki boshqa oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar farzandingiz maktabni tugatib, kollej yoki universitetga o'qishga kirgan bo'lsa, yoki aksincha o'qishini tamomlagan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Voyaga yetgan bolalar yoki boshqa oila a'zolarining nogironlik statusi o'zgargan bo'lsa ham bu muhimdir. Yashash joyini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar. Agar siz yaqinda bir tumandan boshqasiga yoki bir shahardan boshqa shaharga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, yangi yashash joyingiz bo'yicha tegishli idoralarni xabardor qilishingiz kerak. Ba'zi mintaqaviy ustamalar yoki mahalliy imtiyozlar faqat ma'lum bir hududda yashovchilar uchun amal qiladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz yolg'iz yashasangiz va oilaviy ahvolingizda o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, yoki siz doimiy bitta manzilda yashayotgan bo'lsangiz, bu sizga taalluqli emas. Biroq pensiya jamg'armasi va boshqa ijtimoiy xizmatlar uchun ma'lumotlaringiz doimo dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Misol, Buxorodan kelgan 65 yoshli Gulnora opa nabrasasini tarbiyalaydi. Nabrasi 10 yoshga to'lsa-da, kollejda o'qishni davom ettiradi. Odatda 10 yoshdan keyin qaramog'idagi shaxslar uchun to'lanadigan qo'shimcha nafaqa bekor qilinadi. Lekin agar bola kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirsa, bu imtiyoz saqlanib qoladi.
aprel oyida Gulnora opa pensiya jamg'armasiga nabirasining kollejda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etishi shart. Agar u buni qilmasa, may oyidan boshlab unga har oyda nabirasi uchun to'lanadigan 1 ming so'm qo'shimcha to'lov bekor qilinadi. Bu kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo pensiyaga qo'shimcha 1 ming so'm har bir nafaqaxo'r uchun muhimdir. D. Kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki imtiyozlar, uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlar ko'pincha nafaqaxo'rlar byudjetining sezilarli qismini tashkil qiladi. Hukumat bu yukni yengillashtirish uchun turli subsidiyalar va imtiyozlar taklif qiladi. Ushbu imtiyozlarni olish uchun ariza muddati ko'pincha bahor oyiga, ya'ni aprelga to'g'ri keladi. Chunki bu muddat kelgusi isitish mavsumi yoki yozgi davr uchun hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi. Odatda bunday subsidiyalar kam ta'minlangan oilalarga yoki ma'lum bir imtiyozli toifadagi fuqarolarga beriladi. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Daromadi past bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning oilaviy daromadingiz, pensiya va boshqa mablag'lar siz yashayotgan hududda belgilangan minimumdan past bo'lsa, yolg'iz yashayotgan nafaqaxo'rlar. Ko'pincha ular eng himoyasiz qatlam hisoblanadi. Keksalar oilasida nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lsa, qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Faxriylar va ba'zi kasb egalari. Ba'zi kasb egalari yoki xizmat faxriylari uchun maxsus imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning daromadingiz yetarli darajada yuqori bo'lsa va sizning turmush darajangiz yuqori bo'lsa, siz ushbu toifaga kirmaysiz. Biroq qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatish har doim muhimdir. Chunki ba'zan imtiyozlarning qo'llanish doirasi kengayishi mumkin. Misol, Qarshi shahrida yashovchi 75 yoshli Rajabov oilasi. Rajabov bobo va uning xotini umumiy pensiyasi 1 million 800 ming so'mni tashkil qiladi. Ularning kvartira va kommunal xizmatlar uchun oylik to'lovlar jami 5 ming so'm atrofida. Mahalliy hokimiyat aprel oyida kam ta'minlangan oilalarga uy-joy kommunal xizmatlarining 25% qoplash uchun subsidiya dasturini e'lon qildi. Bunda oilaning umumiy daromadi 2 million so'mdan oshmasligi kerak. Ariza topshirish muddati aprel oxirigacha. Agar Rajabovlar oilasi bu dasturdan foydalanmasa, ular har oydan 25 ming so'm, 500 ming so'mning 25 tejash imkoniyatini boy berishadi edi. Bu mablag' ularning dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatlari uchun juda muhim bo'lishi mumkin. 5. Bandlik yoki daromadga oid ma'lumotlarni tasdiqlash ba'zi hollarda nafaqaxo'rlar nafaqaga chiqqandan so'ng ham ishlashni davom ettiradilar. Shu bilan birga ularning pensiyalari ish staji va to'langan sug'urta badallariga bog'liq holda qayta hisoblanishi mumkin. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin ishlashni boshlagan bo'lsangiz yoki ish joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Ba'zan ish beruvchi ma'lumotlarni o'zi yuboradi, ammo bu har doim ham o'z vaqtida va to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Aprel oyi ko'pincha yillik hisobotlar taqdim etiladigan davr bo'lib, bu sizning pensiya qayta hisoblanishiga sabab bo'lishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Ishlaydigan nafaqaxo'rlar. Kimlar hali ham rasmiy ravishda mehnat faoliyatini davom ettirmoqda? Yangi ishga joylashgan nafaqaxo'rlar, agar siz yaqinda nafaqaga chiqqandan so'ng ishlashni boshlagan bo'lsangiz, ish joyini o'zgartirgan nafaqaxo'rlar, ish beruvchining almashishi ham ma'lumotlarni yangilashni talab qilishi mumkin. O'z-o'zini band qilgan nafaqaxo'rlar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasiga badallar to'lasangiz, daromadlaringizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan beri hech qayerda ishlamagan bo'lsangiz, bu sizga taalluqli emas. Sizning pensiyangiz avtomatik ravishda indeksatsiyalanadi. Misol, Farg'onada yashovchi 63 yoshli Saodat opa nafaqaga chiqqandan so'ng maktabda yarim stavka qorovul bo'lib ishlay boshladi. Uning rasmiy ish haqi ertalab va kechqurun bo'lgani sababli 2 qismga bo'lib to'lanadi. Yil yakunlari bo'yicha maktab ma'muriyati pensiya jamg'armasiga Saodat opaning ishlaganligi va to'langan badallar to'g'risida hisobot taqdim etishi shart edi. Ammo hisobotda ba'zi xatolar yuzaga keldi yoki u hali yuborilmagan bo'lishi mumkin. Agar Saodat opa aprel oyida o'zining mehnat daftarchasi nusxasini va so'nggi 6 oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga shaxsan taqdim etmasa, uning ish staji va badallari hisobga olinmasligi mumkin. Natijada u kelajakda pensiya miqdorining oshishidan mahrum bo'ladi.
Bu esa unga har oyda 40 ming so'm atrofida qo'shimcha pul olib kelishi mumkin edi. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar, hamma narsa shunchalik oson emas. Har bir qoidaning o'z istisnolari va noaniq jihatlari bo'lishi mumkin. Chet elda bo'lsangiz, agar siz aprel oyida O'zbekiston hududida bo'lmasangiz, murojaat qilish uchun qanday yo'llar mavjud? Ko'pgina hollarda. Siz o'z nomingizdan harakat qilish huquqiga ega bo'lgan ishonchli vakilingiz, masalan, yaqin qarindoshingiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ba'zi xizmatlar uchun esa hukumatning yagona interaktiv xizmatlar portali mybank.uz orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bunday hollarda elektron imzo talab etiladi. Kasallik holati. Agar siz kasallik yoki boshqa sabablarga ko'ra shaxsan murojaat qila olmasangiz, yuqorida aytib o'tilganidek ishonchli vakil yordamidan foydalanishingiz mumkin. Ba'zi hollarda agar siz statsionar davolanishda bo'lsangiz, shifoxona ma'muriyati ijtimoiy xizmatlar bilan bog'lanishda yordam berishi mumkin. Eng muhimi, vaziyatni e'tiborsiz qoldirmaslik va yordam so'rashdan tortinmaslik. Tez-tez uchraydigan xatolar, noto'g'ri hujjatlar. Eng keng tarqalgan muammolardan biri. Ariza bilan birga berilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli tashkilotning rasmiy veb-saytidan yoki ularning ma'lumot markazidan aniqlashtirish shart. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari talab qilinishi mumkin. Muddati o'tkazib yuborilgan arizalar. Agar siz murojaat muddatini o'tkazib yuborsangiz, ko'pchilik qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlarni olish huquqingizni yo'qotasiz. Ba'zi hollarda sababli uzrli bo'lsa muddatni tiklash mumkin, ammo bu murakkab va ko'proq hujjatlarni talab qiladi. To'liq bo'lmagan arizalar. Barcha kerakli ma'lumotlar to'liq kiritilmagan ariza ko'rib chiqilmasdan qaytarib yuborilishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotishiga va muddatni o'tkazib yuborishga olib keladi. Noaniq nuanslar, avtomatik yoki ariza asosidagi o'zgarishlar. Har doim ham nafaqa oshishi avtomatik tarzda bo'lavermaydi. Ba'zi turdagi ustamalar va imtiyozlar faqat fuqaroning shaxsiy arizasi asosida beriladi. Qaysi to'lovlar uchun ariza kerakligini aniqlashtirish muhimdir. Retrospektiv to'lovlar. Agar siz o'z vaqtida murojaat qilmagan bo'lsangiz, lekin tegishli hujjatlarni taqdim etganingizdan keyin sizga to'lovlar retrospektiv tarzda, ya'ni o'tkazib yuborilgan oylar uchun ham hisoblab berilishi mumkin. Ammo bu har doim ham shunday emas va qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish har doim afzaldir. Kichik o'zgarishlarning umumiy foydaga ta'siri. Ba'zan kichik bir ma'lumotni yangilash, masalan, yashash joyi umumiy ijtimoiy paketga sezilarli ta'sir qilishi mumkin, chunki u sizni yangi imtiyozlar yoki moliy dasturlar doirasiga kiritishi mumkin. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qism sizning harakatlar ketma-ketligi. Har bir punkt bo'yicha aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Nafaqalarni qayta hisoblash va indeksatsiyalar uchun ma'lumotlarni yangilash. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi nusxasi va ish joyidan so'nggi 6 oylik daromad haqida ma'lumotnoma. Agar nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasi. Nima yozish kerak? Pensiyani qayta hisoblash bo'yicha standart shakldagi ariza. Uni pensiya jamg'armasi xodimi yordamida to'ldirishingiz mumkin. Qo'shimcha tavsiya: hujjatlaringiz nusxalarini tayyorlab qo'ying. Arizangiz qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya olishni unutmang. 2. Ijtimoiy yordamning yangi turlari uchun arizalar. Qayerga borish kerak? Fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlari, AXKM yoki mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlariga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi, oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma, barcha oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Ish joyidan, pensiya jamg'armasining yashash joyidan ma'lumotnoma. Agar nogironlik bo'lsa, tamaga xulosasi, nima yozish kerak? Ijtimoiy yordamning tegishli turini olish uchun belgilangan shakldagi ariza. Uning shaklini HXKMda olishingiz mumkin. Qo'shimcha tavsiya: agar siz dasturlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, HXKMda maslahatchidan so'rab bilib oling. Ba'zi dasturlar uchun onlayn murojaat qilish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Oilaviy ahvol yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni yangilash. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki HXKMga.
yashash joyi o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa, pasport stoliga ham murojaat qilish kerak. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi. Agar qaramog'ingizda oila a'zolari mavjud bo'lsa, ularning tug'ilganlik guvohnomalari, pasportlari agar voyaga yetgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, agar talaba bo'lsa, nogironlik to'g'risida TMK xulosasi. Yashash joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, yangi manzildan propiska tasdiqlovchi hujjat. Nima yozish kerak? Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar yoki yashash joyi o'zgarishi haqida ariza. Qo'shimcha tavsiya: har qanday o'zgarishlarni imkon qadar tezroq rasmiylashtirishga harakat qiling. Kechikishlar to'lovlar miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 4. Kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar yoki imtiyozlar qayerga borish kerak? HXKMga yoki mahalliy fuqarolar yig'inlariga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi. Oilaning daromadlari haqida ma'lumotnomalar, pensiya jamg'armasidan, ish joyidan, uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, uy-joy kommunal xizmatlari uchun oxirgi to'langan kvitansiyalar. Nima yozish kerak? Kommunal to'lovlar uchun subsidiya olish bo'yicha ariza. Qo'shimcha tavsiya: ariza berishdan oldin sizning daromadingiz subsidiyaga loyiq ekanligini aniqlash uchun mahalliy hukumat organlarining belgilangan me'yorlari bilan tanishib chiqing. 5. Bandlik yoki daromadga oid ma'lumotlarni tasdiqlash. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasining asl nusxasi va nusxasi. Ish joyidan so'nggi 6 yoki 12 oylik daromad haqida ma'lumotnoma. Qaysi davr uchun hisob-kitob qilishni xohlasangiz, shartnoma nusxasi agar mavjud bo'lsa, nima yozish kerak? Ishlayotgan nafaqaxo'rning pensiyasini qayta hisoblash to'g'risida ariza. Qo'shimcha tavsiya: har yili aprel oyida o'z ma'lumotlaringizni yangilashga odatlaning. Bu sizning pensiyangizning adolatli miqdorda hisoblab chiqilishini ta'minlaydi. Xulosa va yakuniy chorlov: hurmatli do'stlar, ko'rib turganingizdek, nafaqaxo'rlar uchun pul olish imkoniyatlari juda ko'p, ammo ular uchun o'z vaqtida va to'g'ri harakat qilish juda muhimdir. Aprel oyi bu sizning moddiy ahvolingizni yaxshilash uchun ajoyib imkoniyat. Yuqorida sanab o'tilgan 5 ta bandning birortasini ham e'tiborsiz qoldirmang. Har bir kichik harakat katta foyda keltirishi mumkin. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan tortinmang. Agar sizda savollar bo'lsa, doimo tegishli tashkilotlarning mutaxassislariga murojaat qilishdan erinmang. O'zbekistonda pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari va my.gov.uz portali orqali ko'plab ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi band siz uchun eng foydali bo'ldi? Yoki siz qo'shimcha qilinishi kerak bo'lgan boshqa narsalarni bilasizmi? Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham siz uchun shunga o'xshash foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy barqarorlikka erishing. Keyingi videolarda ko'rishguncha